Germaniya brendi Karcherdan VD3 plisosini obzor qilamiz. Plisos sotuvga qo'ygandan keyin ko'pchilik qiziqdi, rostdan ham tortish yaxshimi, narxiga arziydimi deb so'rashdi. O'shaning uchun men bu videoni shunaqa so'ragan obunachilarim uchun qilishga qaror qildim. Hozir birgalikda raspakovka qilib ko'ramiz. Ko'rib turganinglardek, ichida mana shunaqa oyoqchalari chiqadi, nasatkalari bor, mana shlankalari, kitobchalari bor, o'zini filtrlari. Ko'rganinglardek, narxi $128. Mana men sekin ballonlarni o'rnatyapman. Qanaqa o'rnatishmasdan ko'rasizlar ham bo'ladi. Mana detallarni o'rnatib oldik. Ichida mana shunaqa qop ham chiqadi. Qopi katta, boshqa plisoslarning qopiga qaraganda e'tibor bersanglar. Agar qopini olib qo'ysanglar, u suv tortadigan bo'ladi. Plisos qiladigan nasatkasini o'rnatdim. Endi plisosni tortishini ko'ramiz. Mana qog'ozni ko'rasizlar, qanaqa tortishini. Endi kofe to'kib ko'raman. Mana kofeni qanaqa tortishini ko'rasizlar, mana shu moshinisini. Ko'rasizlar, gilam qanaqa tortyapti. Buni ikkita narsaga ishlata olasizlar. Ho'l, suvli joyi ham torta oladi. Quruq mana shunaqa gilamlaringlarni ham plisos qilsanglar bo'ladi. Mana gilaminglar misol uchun kir bo'lsa, sredstvada tozalab olasizlar-da, ho'l bo'lib qoladi-ku, nam bo'lib qoladi. O'shandan mana shu plisosda tortib olsanglar bo'ladi bemalol. Bitta bonus sizlarga dastavkani tekin qilib beraman agar menga obuna bo'lgan bo'lsanglar. Keyingi obzorim $150 VC3 modeliga bo'ladi.